Do'stlar, 3-mashinamiz Ilyos aka lichna o'zlariga olmoqchi bo'lgan mashinalari Kia Carnival. Hozir yutib qolsak, o'zlariga kamerani qarataman, biroz so'zlarni olamiz. Mana Kia Carnival 21 million 400 dan boshlanyapti. Endi ketdi. 21 million 700 ga chiqdi. 22 millionga chiqdi. 23,5 milliongacha aka? Ha, bo'ldi, to'xta. 22 million 900. 23 million. 23 million 400. 500. 23 million 500. Kim oldi? Rovno 23 million 500 ga oldi. 23 million 500 ga men aytdim sizga. 23 million 500 ga chiqadi dedi. Mana do'stlar, 23 million 500 ga 23 million 500 ga aytdim o'zi. Lichni o'zingizga oldingiz-a buni? Minib ketasiz farzandlaringiz bilan minib yurishga. Bu mashina endi siz nimasini ayting, bir xarakteristikasini aka. Bu mashinamiz 9 mestali 2021-yil. Mashina bizda turibdi. Biza kraska 83 ming probeg. 83 ming probeg. O'zim tekshirib, o'zim bilan ko'rib, endi o'sha mashina uchun kutib o'tirdim 2 soatdan beri. Buni hozir tashqariga chiqib yana boshqatdan bir obzor qilib beramiz endi klientlarga. Xolos hozir olib ketamiz. Endi bu obunachilarimizga desa bo'ladi. Klientga emas, o'zingizning lichniy mashinangiz-ku. Obzor qilib Bo'ldi. Nima qilamiz? Dars tomosha qilamizmi, chiqaramizmi endi? Hozir pulni to'laymiz, chiqamiz. Pulni to'lab olib ketamiz. Mana auksionni gadagida foydali tomoni. Mashina o'zining narxi 22 million qanchadan boshlanadi? 23 million 500 ga yutib oldi. Auksionda gadagida ustiga pul qo'yib yutib olsa bo'ladi. Keyingi shunaqa mashina kerak bo'lsa, yana bir o'tashni ko'raman. 3 million 500 ga yutdi-da. 23 million 500 ga xullas, kimga shunaqa mashina kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqinglar. Auksionda arzonroq mashina topib beramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Videoni o'tkazib bormaylik, davomi bo'ladi. Chunki tashqariga chiqib, mashinani ham polностью obzor qilib ko'rsatamiz.